Assalomu alaykum. Bizda stadion ishlari qurilishi davom etyapti. Xudo xolasa chimlarni ketib yotqizdik. Bu chimimiz 70% tabiiy, 30% искусственный bo'ladi. Ularning orasiga shu urug'ini sepib ekamiz, urug' chiqadi endi. 4 kun, 5 kunda Xudo xolasa gazollarni hammasini yotqizib olamiz, keyin urug'larni sepishni boshlaymiz. Keyingi bitayotgan ishlarimizdan bittasi tabloyimiz. Tabloyimiz kattaligi 23-64 ga 8 metr. Bu tablo hozirga qadar O'zbekistondagi eng katta tablolardan biri hisoblanadi. Eng katta tablo shu Paxtakorda hozircha. Qolgan ishlarimiz, tribunalarimiz bitish boshladi. Ichki videolarimiz bityapti. Kiyinish xonalari bilan bir tanishtirib chiqamiz keyin. Rahmat.